yetib keldi. Buyurt. Hammaga salom, sizlar bilan artefakt. So'rashingiz mumkin, nega bu yerda o'tiribsan deb. Javob oddiy. Qishloqqa aytdim, mana shu yerda o'tirsam qiziq narsa bo'larmish. Bu nima edi hozir? Men bu yaramaslarga aytdim, bu qayoqqa tashlashdi? Yana nimani tashlashdi? Aytgancha u yerga meteorit tushdi, ko'rdingmi? Albatta ko'rdim. Meni buyurtmam yetib keldi. Buyurtmang yetib keldi. Ha, buyurtma. Men buyurtmachilarga aytdim, to'g'ri boshingga tushirishdi. Yaramaslar ma'lum qilishmadi. Sen hech qachon o'zgarmaysan. Hammaylar o'zi nima buyurtma berganligini bitta ko'raychi. Bu buyurtmani olib kelishning eng tez usuli ham deyishgandi. Mana buyurtma kelibdi. Xo'sh, bu qo'rqinchli sandiqning ichida nima bor? Ichida nima bor? Minecraft olamidagi eng qudratli bombalar. Ya'ni bu sandiq ichi to'la TNT, to'g'rimi? Yo, bu yerda naqadar ko'p TNTlar bor. Ha, men yana ulardan qudrati bo'yicha taxlashni so'ragandim. Qudrati bo'yicha? Ha, katta qismi olamni yo'q qilib yubormaydi. Hech bo'lmasa menga shunaqa deyishdi. Qolgan o'ntasi bilan esa ehtiyotkorroq bo'lish kerak. Ular dunyolarni vayron qiladi. Hech bo'lmaganda menga shunaqa deyishdi. Ha, ko'rinish ham aytib turibdi. Singulyarlik TNTsi va cheksizlik TNTsi. Ha, bular bilan ehtiyot bo'lish kerak. Lekin sen bularni shunchaki tomosha qilish uchun olmagansan-ku, to'g'rimi? Qarasan o'zi. Sen haqsan, bir qopcha g'isht. Shuning uchun ham berib qolgan pulimni hammasiga sug'urtaladim qishloqda. Endi portlatib yuborsak ham qaytib tiklab berishadi. Mana bu yangilik. Unda kel hammasini birgalikda portlatamiz. Umuman olganda hammasini o'zim portlatmoqchi edim-ku, lekin seni boshingga meteorit tushmagan ekan, nachora birga portlatamiz. Sandiqdan nusxa olib oldim. Bu juda ham qulay. Xo'sh, bizda birinchi TNT, bu yangi yil TNTsi. Xo'sh, menimcha biz hozir qishlog'imizga yangi yil kayfiyatini beramiz, yoz kelayotgan bo'lsa ham. Ey, yaramas, birinchisi menga o'xshab kerak edi. Qochdik. Qani yangi yil. Obbo, hammasi rasvo-ku. Qani yangi yil, bu yerga faqat yo'q deb yozib tashlashgan. Mana ikkinchi TNT. Aytgancha, birdaniga butun Minecraft olamini portlatib yubormaslik uchun birinchi eng kuchsizlardan boshlaymiz-da, keyin eng kuchlilarga o'tamiz. Ha, agar shular kuchsiz bo'lsa, bilmadim kuchlilar nima qiladi. Biz bu yerda yangi yil o'tkazmoqchi edik, haqiqiy nazarga aylanib ketdi-ku. Hammayli, bizda hali TNT ko'p. Bularni hali hammasini tekshirib ko'rish kerak. Uchinchi TNT, bu nima qilarkan qiziq. Xo'sh, portlasangchi, yaramas. Portladi va hamma narsa qotib qoldi. Bu esaqdagi uchinchi TNT. Wow, bu yana nimasi bo'ldi? Xuddi bilgandekman. Portlatgan bo'lsak, 3 ta TNT portlatdik, lekin allaqachon qishloqda nazarga aylantirib cho'ktirishga ulgurdik. Bu TNTga orolcha chizib ketishgan ekan. Qiziq, nima qilar kerak? Qotib qoldim. Yo, meni kompyuterim shu qadar kuchsiz yoki bu dinamitlar shu qadar kuchli? Nima tushdimi? Oho, mana buni orol desa tushunaman. Bu yana nima bola bo'ldi? Qandaydir tanish joylarga o'xshab ko'rinyapti. Bu dinamit pastdan ushalib tepaga ko'tarib qo'yibdi-ku, ha? Yaxshi kayfiyatda dinamitlarni portlatishda davom etamiz va bizda keyingisi o'rmon TNTsi. Bunda ko'pgina daraxtlar chizilgan. Nima qiladi deb o'ylaysan? So'rashini qara, soch o'stiradi. Unda bu TNTni boshingni portlatish kerak edi. Vo, o'rmonni qara. Yo'q, qaramayman. Sen undan ko'ra mana bunga qara. Artifact degan TNT ekan. Will not give you cancer, only hepatitis. Nima dedi bu hozir endi? Xo'sh, endi meni galim TNT portlatish, men esa portlataman. Teleportatsiya TNTsi. Qiziq, bu nima qilarkin? Random joyga teleport qiladi, hammani bir joyga teleport qiladi, nimadir qiladi, teleport qiladi balki. Ha, buncha ko'p gapirasan, portlat ko'ramizda shuni. O'ldirasan qulog'imni. Borgan sari super kuchli TNTlarni portlatishga yaqinmiz. Vaqt TNTsi? Yo'q, adashasan. Ikkita vaqt TNTsi. Bittasi to'q qildi, ikkinchisi to'q qildi. Endi navbat mana bu TNTga. Buni ham albatta portlatishimiz kerak. Faqat buni nimagadir pastda portlatim kelyapti. Yurak shunaqa aytyapti deylik. Mayli, portlatdik. Xo'sh, nima qiladi bu TNT? Necha bor aytish kerak? Jip tur portlayni ko'ramiz. Mana ko'rdik, qo'rqinchli ekan. Sen o'zi omadsizsan-da, raso dinamitlar tushadi. Sen undan ko'ra mana bu dinamitga qarab qam. Nima bu sharmanda yo'qmi? Qara, mana bu yerda nostalgiya degan TNTni ko'zdan qochiribmiz. Buni ham albatta portlatib ko'rish kerak. Qani portlatamiz? Nostalgiya nomli TNT nima qila olishi juda ham qiziq. Bu yana nimasi bo'ldi? Vo, mana TNTni tutishibdi-ku senga taxtacha qo'yib ketdimi? Gap yo'q. Sen undan ko'ra mana bu TNTga qara. Yo'yadi. Nima bu TNT o'zga sayyoraliklar chaqladimi yoki nima? Wow, buncha moblar ko'p ham yer qo'tyapti. Bularni yo'q qil hozirroq. O'zing yo'q qil, u yerda yo'q qiladigan TNT ham bor edi. Tushunarli, yo'q qiladigan TNT menimcha ko'rgan edim. Qani bu sandiqda qo'yib olay boshlanishi. Qani, mana anti mob, mana shu bizga yordam berish kerak. Hozirroq buni portlatamiz. Umid qilamanki yordam beradi. Yo'qsa menda Minecraft 15 FPS bo'lib ketdi. Qani, yordam berdi. G'oyani it keldi.
Ha, bunisini endi ustiga qoch endi, portlataman o'zim. Nima bo'lishini taxmin qilyapman, uzoqlash kerak menimcha. Bu hayotingda ko'rgan eng zo'r narsa bo'ladi. Vau, men o'ylagandan ham zo'r chiqdi. Mana senga TNT, mana shuni portlatish kerak edi. Hozir hammamiz portlab ketamiz. Yomg'ir, bo'lishi mumkin bo'lgan eng zo'r TNT shu ekan. Oldinda bizda hali juda ham ko'p TNTlar kutib turibdi. Ayniqsa mana bu super TNTlar. Mayli, hozir mana bu loy TNTsini portlatamiz. Nima qiladi deb o'ylaysan bu TNTni? Qiziq, TNT nima qilardi? Bilmadim, portlasa kerak edi. Bu axir oddiy TNT emas-ku, bu loy TNT. Rostdan ham shunchaki portladimi? Mana TNTni iti, Aqjira TNT, hozir qo'rqib ketamiz. Ha, bu yuzni yana bir necha yil unutolmasam kerak. Olmos TNT qiziq nimalarga qodir ekan? Buni ham albatta portlatib ko'rishimiz kerak. Faqat undan oldin o'rnatishim kerak. Mana bo'ldi, yoqdim. Qudratingni ko'rsin. Olmos. Meniki hammasi o'ynab ekanmi? Xo'sh, ko'raylikchi, yana qanaqa TNTlar bor? Mana bunisi kelibdi-ku, mana shunisini portlatish kerak. Uycha TNT, uycha qursa kerak-da. Sen topding, uycha qurdi. Qani kirib ko'raylikchi, qanchalik shinam uycha ekan. Qani kirib olsam bo'ldi deydi. Wow, eshikni yopamiz. Wow, naqadar qulay, naqadar yoqimli uy. Rostini aytsam, bu uy menga yoqyapti. Bunda nimadir bor. Dedingiz zo'rda, barbar. Men ham bu uyni olardim, Bobik uchun. Mayli, xayr, shinamgina uy. Men sen bilan xayrlashaman. Ichiga dinamit tiqib ketaman, ming afsuski. Qani portla. Wow, tekislaydigan dinamitga o'xshaydi. Tekislaydiganmi? Sen mana bunga qara, o'qmen deyiladimi? Qani o'ldir hammani, papa! Wow, zo'r ekan. Xo'sh, bino qilsak nimadir o'zgardi deb o'ylaysanmi? Albatta, yo'q hammasini. Yo'qishni bilmaysanmi, g'ijim? O'zi yoqilmadi. Menga aybni to'kayvermasangchi, baribir hech narsa o'zgargani yo'q. Bu TNTlar shunchaki portlayotganda bir-biriga xalaqit beryapti. Shuni deb portlamayapti. Million o'q uchsa zo'r bo'lardi baribir. Keyingi super TNT bizda mana bu. Endi bu TNTni portlatamiz. Buncha yozmasam portlatdi. Qishloqni bitta-bitta hamma qo'rqinchli bloklarga aylantirib chiqyapmiz. Bo'ldi, surish kerak bu yerdan, boshqa joylarda portlatamiz. Mana bu yerlarni men yoqtirmayman. Shu yerlarni portlatish kerak. Xo'sh, yashil bobocham nima qila olasan? Oddiy TNTning kuchaytirilgan versiyasi menga yoqdi. Sen bu TNTni portlatding, demak mana bu Wait begona o't TNTsining vaqti yetib keldi. Qiziq, bu TNT nimalarga qodir ekan? Begona o't, begona o'tlarni yomon ko'raman. Ularni tozalash shunchaki azob. Obbo. Hamma yerga o'simliklar ekib tashladimi? Nimasi buni begona? Menimcha hattoki chiroyli ham ko'rinyapti. Yana portlatib ko'raylikchi. Mana zo'r-ku, menimcha ajoyib ko'rinyapti. Begona o'tlarga qarshi zo'r usul bu olovdir. Portlanadi. Yondirding. Xo'sh, bizda navbatda qaysi TNT? Lava okean nomi juda ham qudratli eshitilyapti. Qiziq, o'zi ham qudratli ekan. Mana savol qayerda? Savolga javob topding, u bir tenga qimmat ekan. Rostini aytsam, bu TNTdan ko'proq kutgandim. Menimcha shunchaki bu TNTni balandroq joyda portlatishimiz kerak. Shunda hammasi zo'r bo'ladi. To'g'ri, ikkinchi imkoniyatga hamma loyiqdir. Qotib qoldim. 1 hour later. Vop, nimadir boshlanganga o'xshaydi, nimadir bo'lyapti. Bu safar lava juda ham ko'p. Men sizlarga nima dedim, bu TNT kuchli deb. Lekin men o'ylaganimdan ham kuchli ekan, hattoki Minecraftda qotib qolyapti. Mujik, mana shunaqa bo'ladi lavali okean, qancha? Haqiqiy lavali okean. Xo'sh, buni ostida nimalar bo'lyapti? Lava hali pastgacha yetib kelgani yo'q. Shuning uchun sigirlar, sizlarda hali vaqt bor. Sizlarga qochishni maslahat beraman. Yana o'zingizlar bilasizlar. Menda g'oya bor, juda ham zo'r g'oya bor. Agar bu yerda lava okean bo'lsa, demak okean TNTsi ham bo'lish kerak. O, mana u. To'xta, ahmoq, u super TNTlar orasida-ku. To'g'ri, sen haqsan. Uni video oxirida portlatishimiz kerak edi, lekin hozir bu bombani portlatish uchun shunchaki ideal vaqt. Menga ishon. Agar bu ham lavaga o'xshab okean paydo qilsa, juda ham qotadi. 1 hour later. Yana qancha vaqt kutish mumkin bu suvni? Va nihoyat okeanimiz paydo bo'ldi. Bu yana nimasi? Sandiq shuncha suvni to'xtatib qoldimi? Qiziq, lekin boshqa joylarni suv bosdi. Minecraft hattoki aqldan ozishni boshladi. Bu yana nimasi axir? Dahshat-ku. Suv sekin-astalik bilan barcha lavani toshga aylantirishni boshladi. Bu juda ham chiroyli ko'rinyapti. Buni o'ylab qarasak, hozir mana bu suvni o'chirsak, bizda super qala bo'ladi. Sen haqsan derdim-ku, lekin buni ichi hamon to'la lava. TNTlarni portlatishga qaytamiz. Atrofimizda shunchaki devor qurdi. Qanday zerikarli. Lekin agar mana bu ikkita TNTni portlatib yuborsak, bu yer aylanadi zooparkka. Haqiqiy zooparkka aylandi. So'xran TNTni sen qo'ydingmi? Nima, ko'rmasam, men bo'lmasam kim qo'yadi? Qayerga ketib qoldim? Tushunmadim. Hozirgina boshqa joyda emasmidim yoki bu TNT meni teleport qildi.
O, bu TNT bizga qishloq topishga yordam berdi-ku. Endi mana shu yerlarni portlatamiz. Ha. Xo'sh, menimcha o'zi ko'p TNTlarni portlatib bo'ldik. Navbat mana bu mob TNTga. Xayolimda buni portlatdim yoki bo'yagi boshqachamidi? Ha, bu bittadan mob paydo qilar ekan. Rasvo. Bu bobchalaringni yig'ishtir, mana TNT yo'qyadi. Bu juda ham chiroyli edi. Shuning uchun ham menga yordam ber. Bu safar 10 ta yo'q, 15 tasini portlatamiz. Hammasini aktivlashtirishga ulgur endi qo'shdik. Meni ikkinchi ismim Tor bo'ladi. Qara, mana bu TNTga ham o'rolcha chizib ketishibdi. Buni ham albatta portlatishimiz kerak. Bu ham orol paydo qilganga o'xshaydi, faqat kichkinachasi. Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda mana bu Skyblockda yashaymiz. Faqat bizda bittagina narsa bor, super TNTlar. Bugun biz ularni portlatib bu orolda yashab qolishimiz kerak. Masalan, mana bu qor TNTsi. Ko'ramiz nima qila olarkan. Butun olamni muzlatsa hayron qolmasdim. Sharmanda qildik-ku. Ha, kuchsiz ekan, lekin suvni muzlatdi. Tushundim, bu TNTni pastroqda portlatish kerak. Shunda hamma yerni qor qoplaydi. Yo'q, qoplamadi. Mana qishda nima kerak? Bunker TNT, bunker quradi nafik. Bunker deyman, bu nima bu? Sen xohlagandek bunker, faqat bunga kirish qayerda bo'ldi? Hammayli buzib kiramiz. Obsidianli quticha favqulodda holatlarda rostdan yordam berishi mumkin. Unchalik ham ko'p TNT qolmadi. Yaqinda superlarni boshlaymiz. Bu haqiqiy dahshat bo'ladi. Shuning uchun shoshilishimiz kerak. Mana bu TNTni portlatamiz. Qiziq, u nima qila oladi? Portla? Ha, bu TNT xuddi unga o'xsharkan, o'ziga teleport qiladigan, faqat bu safar qamoqxonasi bor. Ko'rinishi jihatdan mana bu TNT baridan farq qilar ekan. Portlatib ko'ramiz. Portlasang-chi, u ajoyib. Chiroyli bo'lsa ham unchalik kuchli emas ekan. Shoshmasang-chi, kuchlisiga ulguramiz hali. Gubka TNT, bu yerda o'ylab o'tirish ham shart emas. Bu shunchaki suvni so'rib oladi. Bu aniq. To'xta, biz portlatmay yaramas. Barma hammasini men sotib olganman. Ko'rishim kerak-ku, to'g'rimi? Portla. Xuddi portla demasang, portlamasdan qolib ketadi. Bu bilan okeanlarni quritish juda ham oson bo'lardi. Sen buyoqqa mana TNTni yo'yadi. Qayergadir qochib ketishdi. Senga har safar qiziqarli TNTlar tushyapti. Bul, hammasini portlat, hammasini portlatmay ham yordam beraman. Qani portlaylar, yaramaslar. TNTlar yo'qirib ol. Yo'q qilinglar hamma narsani. Mana bu uchani ham hozir osmonlarga uchirib yuboramiz. Salutchalarim portlaylar, yo'q qilinglar hammasini. Qumlar havoda uchib yuribdimi? Superlarga o'tishdan oldin yana 3 ta TNT qoldi. Hozir mana shularni hammasini portlatib ko'ramiz. Masalan, mana bu pishloq TNTsi. Nima qiladi deb o'ylaysan bu TNTni? Pishloq TNTdan nima kutish mumkin? Xo'sh, qayerdan bilay men portlayman. Nima qilding? Endi qiz yotuvdi, o'chirib qo'ying, pachoq. Qiziq, mana bu TNTni portlatganmidik? Tekislaydigan portlatganmidik yo'qmi? Portlatuvdik, kuchsiz edi. Mana pastdan portlatish kerak, buni zo'r chiroyli qiladi. Qani? Vop, chiroyli. Xo'sh, yaxshi. Endi sandiqni qo'yamizda oxirgi super TNTlardan oldin oxirgi TNTni portlatamiz. Nima qilding? O'zi ham lahzalarga mos tushib qoldi-da. Xo'sh, ko'raylikchi bu TNT nima qila olarkan? Qani, portla. Ajoyib TNT. Nimaga kulyapsan ahmoq? Meni itamchi.